Men keyingi uchrashuvga qadar ana shu ulug' ustozlarim qatori 4-statusga yetib, ana shu kishilarday marraga yetganligimni siz bilan baham ko'rmoqchiman. Va'da berdingiz. Va'da berdim. Men xudo xohlasa $100,000 xaridlarni olib shunaqa katta daromadlarga chiqqan paytim siz bilan yuzma-yuz berib energiyaga to'lmoqchiman. Nasib biz o'zimiz 3 xonalik uyimga shu yerdagi hamma jami kamqirlarni olib borib haq bermoqchiman sizga ham shu qator. Nasib bo'lsin. So'z beraman. Men keyingi yil inshaalloh mana shu sanagacha erim ham o'zim ham bizneslarim orqasidan sof 100 million so'mdan daromad qilib o'zimizni oilaviy shaxsiy samolyotimizni olamiz. Voy dadat. Men ham avgust oyigacha 4-statusni yopib sizga o'zim telefon qilib shu yangilikni energiyani aytmoqchiman. Xudo xohlasa. Nech pul bilan summa? Summami? Avtobonusni olaman va plastik kartochkamni olaman. 100 millionlik avtobonus. 100 million so'm oddiy ekan-ku. Xudo xohlasa bu ish 100 million har oy daromadga chiqib Dubaydan villa olib, shaxsiy samolyot olib, mana shunaqa retreatlarni chet davlatlarda, Dubayda, masalan, Misrda nishonlash nasib qilsin. Qilaman. Xudo xohlasa. Faqat katta xaridlar bo'lib 4-statusni o'qib, plastik kartochka va avtobonusga ega bo'laman. Mixtela pedi. Men ko'plab komandalar tuzaman. Nasib bo'lsa ikkita ofis ochmoqchiman. Bir kunlik qayta xaridni 25% dan har kunda pensiya kartochkamga tushib, ko'plab chet sayohatga onam bilan birgalikda borish nasib qilsin. Men butun dunyo dollar va milliarderlari qatori bo'lishni va mana shu bor narsa ekanligini o'z shogirdlarimga ko'rsatmoqchiman. Men hamma narsani uddalay olaman. Onajonimni, dadajonimni umra katta haj safarlariga yuboraman va o'zim erkin biznes qura olaman. Молодцы. Komandaviy degan narsani men juda xohlaganman. Allohga shukr, bugun shu kunga yetkazdi. Men komandam bilan albatta keyingi galda faqat villalarda dam olishlikni nasib qiladi Allohim va ota-onamni tezlikda qisqa muddat ichida o'zimni o'sha Impulsiv kompaniyasidan topgan daromadimdan haj safariga bormoqchiman. Nasib. Men Sharifa Feruza, o'zimni shaxsiy psixologik kanallarimni Telegram kanal, Instagram, YouTube'larda o'z o'rnim va 100 millionlab podpischigim bo'lib, katta treninglar o'tkazishga niyat qildim va milliarderlar qatorida bo'lishlikka niyat qildim. Nasib bo'lsa. Inshaalloh, amin. Yakuniy bering. Dilfuza Suyunova, sizga minnatdorchilik beraman. Sizni Allohim menga ne'mat etib berdi. Siz orqali bizning hammamizning hayotimiz bir nimaga o'zgaryapti. Ilohim bergan bilimlaringizga rozi bo'ling va kelajakda qator komandalarni o'sishiga, kelajagini qurishiga beminnat xizmatingizni ayamasdan kuch-quvvat tilayman. Rahmat. Rahmat, vorisga shukr. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Sizga ham rahmat.